Hoş, next one is wait. Okay, wait. Wait. Aha, wait. Good. Okay, what is she doing? Look, what is she doing? Okay, she's waiting for somebody, right? She's waiting for somebody. And then we should wait a minute. Okay, and then we add a minute. A minute degenimiz şu uygurca'daki minut degen gap. Bu inglizce'den kirgesiz. And we add a minute. 1 minut. Demek ki siz 1 minut saklang. Hani bir minut saklan degen gap çanlı biz uygurca'da deymiz go şu jindek taklap turun. O bir jindek tutup turun abi hapamay dep koymiz go. Şu wait a minute. Hani wait a minute. Jindek tutup turun. Wait for you. Okay. I am waiting for you. Men sizin saklavat demem. Hey, I'm waiting for you. Waiting for you. Okay. And the wait for a bus. Okay. Abdul saklamak. Mesela men abdubus saklavat demem. Bunun neyimiz? I am waiting for a bus. Okay. I am waiting for a bus. I am waiting for a bus. Okay, demek. Member nim saklavat demek. Abdubus saklavat demek. I am waiting for a bus. Member abdubus saklavat demek. Yaxşı. And to wait somebody to do something. Okay, and to wait somebody to do something. Degenimiz nima desanlar? Okay, birsiniki anda bir ish qilishini qanday qilib saqlash yoki kutish degan gap. Masalan, they want him to come back. Okay. And we want somebody to do something deganimiz nima desanlar? Want manda ma'lum bir kishining ma'lum bir ish qilib berishini xohlash yoki ma'lum bir ish qilib bergan deyish. Shunama manda qilsin deb o'ylash. Masalan, they want him to come back. Ular uni qaytib kelsin deydi. Ya qaytib kelishini xohlaydi ekan, shunda o'ylaydi ekan, shunda bo'lsin deb umid qiladi ekan. Channelma, they want him to come back. Ular uni qaytib kelsin. Okay, now he's waiting her friend. Okay, she's waiting her friend. O do'stini saqlayapti. Shunami? Look, she is waiting her friend. O do'stini qanday qilyapti? Saqlayapti. Okay. Okay. And please wait dinner for mother. Okay. Nima deymiz? Wait dinner for mother. Kech tamoqqa apangizni saqlang. Saqlang. Shunami? Keyingisi jump. Xo'sh. And the jump deganimiz nima saqlashlar? Sakramak. Shunami? Sakramak. Ular nima qilibdi? Sakrayapti. Shunami? They are jumping. You jump, I jump. Okay. Nima deganga bola you jump, I jump. You jump, I jump. Siz sakraysangiz men sakrayman. Bu nihoyatda dangliq bo'lgan bir kinoning Titanicniki nihoyatda bir xil adamni bir xil nima qildigan bir xil ta'sirlantirilgan bir jumla so'zi shundami? You jump, I jump. Rose sakrayman aytganda Jack nima debdi? Nima deydi? You jump, I jump. Agar siz sakrasangiz men sakrayman. Siz sakrasangiz men sakrayman. You jump, I jump. Titanic. They are jumping now. Okay. And Jack is good at jumping. And they are good at. Is good at. Yoki are good at. Degan nima desanlar? Yaxshi. Yoki shuningdan mahir degan gap. Jake nimaga mahir ekan? Sakrashga mahir ekan. U sakrashga mahir. Okay, don't jump off the wall. Don't qilmang, atmang. Jump off. Sakrab tushmak. Nimadan? The wall. Tomdan sakrmang. Bo'lmasa putongiz sunudi. Shunami? Xo'sh, endi exercise qaranglar. Endi bu exercise qanday desanglar, shu fe'llarning keyiniga ing qatib to'ldirib boqamiz. Endi bu ing qatishning qoidasini oldin qatim bir so'zlagan. Shundaqda yana bir askar tuyutli, bu ko'pincha fe'llarning oxiri i bilan oxirlashgan bo'lsa, yana shu i'ni talaffuz qilmasak,
endi bir haqiqiy ma'nodagi talaffuz bo'lmasa, qana qilamiz desanglar, ini elevit boyunca qatimiz. Masalan, take. Hargiz takey demaymiz, nima? Take ni oxirida nima? Editimiz. Yo'q, uchirutimiz. Masalan, see. Masalan, see you. See ninki in talaffuz qilamiz. See, masalan, seeing. Uni oyoq ayinjini qana qilamiz? Qativeranga. Masalan, he's taking his book. Okay, he's taking his book. Take deganimiz elib olish. O'zi bilan birga qana elib yurish yoki bir yerga oppamoq, elib olmoq degan. He's taking his book. U kitobini qana qildi? Elib oldi. Masalan, shuning o'xshash fe'llarning oxiri i bilan oxirlashtirgan. Demak, shu i qana qilmaydigan, talaffuz qilinmaydigan. Shu so'zlardan masalan, type, xat basmoq, make yasamoq, come kelmak, shine chaqnamoq, give bermek. Mesela birincisi nima ekan bola? Type. Qaranglar, she is a letter. Yani neyimiz bir şey? She is typing a letter. Ama type ne kaynağı iğneli YouTube kanalımız ayınca katımız. O bir xat besib atıdı. Bir parça xatni qanaqa atıdı? Besib atıdı. She is typing a letter. And the make was show. Qaranglar, she is the bed. Şunama? O karvatni qanaqa qildi? Yig'ishtirib o'tiradi. Endi make the bed deganimiz karvat yig'ishtirmoq. Endi u yig'ishtirib o'tirdi. Hozir shu ish bo'lib o'tirdi. Shunga nima? She is making the bed. She is making the bed. And the kings to come. And the come degan kelmak. Masalan, he is come demdi. He is coming. O kelib o'tirdi. Shine. Masalan, the sun is quyosh chaqnayotdi. Shining. Okay, yaxshi. And the king nima? He is me his books. O kitobini men qada qo'ydi, berib o'tdi. He is giving me his books. O menga kitoblarni qada qo'ydi, berib o'tdi. Demak, endi shu ustidan asta shunday qaraydigan bo'lsak, oxiri shu talaffuz qilinmaydigan bo'lsa, shuni elib o'tib, mana qilamiz, ayinchi xatimiz. Type, typing, make, making, come, coming, shine, shining, give, giving. And write questions and answers. Qaranglar, savol yozing, javob yozing deydi. Buningda the children looking at the boats on the river. Ma o'lgaga qaranglar. Hamda bolalar nima ish qilyapti desak, hamda bolalar degan ko'plik emasmi? Ko'plik shuni are ishlatamiz. Shunga what are the children doing? Desa, ular hamda shu daryodagi qo'lvoqlarga qarayapti. Shunami? They are looking at the boats on the river. They are looking at the boats on the river. Demak, hamda bir savol so'raysiz, uni degan qanaqa qilsiz, javob berasiz. Shunga mushu what are yoki what is somebody doing? O nima ish qilyapti? Shu intayim muhim. Qaranglar, women degan ayollar. Agar woman bo'lsa, aning o'rnida e emas, a bo'lsa woman, ayol bo'ladi. Bir ayol. And the women bo'lsa ayollar washing dishes. Taqsimlanishyapti. Andaqda o ayollar nima ish qilyapti? Buning nima what is emasmi? What are the women doing? Ayollar nima ish qilyapti? Desa, they are washing the dishes. Okay, they are washing dishes. Ular taqsimlanishyapti. Ular taqsimlanishyapti. Nima ish qilyapti? Taqsimlanishyapti. Xo'sh, and the king say. And the men cooking a meal. A men deganimiz erlar cooking the meal. Bir vaqt tamoq yetyapti. And actually nima ish qilyapti? What are the men doing? They are cooking a meal. Nima? Ular bir vaqt tamoq yetyapti. And the birds flying over the river. Qushlar nima ish qilyapti desa flying over the river. Daryoning ustidan uzib o'tyapti, uchib o'tyapti. Demaklar flying, uchib o'tyapti. Shunami? Demak, what are the birds doing? Qushlar nima ish qilyapti? They are flying over the river. Ular daryoning ustidan uzib o'tyapti. Bo'ldimi? Andaqda billah. Sizlar shu mashqni to'liq ishlayapmiz.
Meşq dəftəri işləb. Bəkşə işləyəcəyimiz. Aldıq qıtımlıq sanımda azraq şu qanday öyrəniş doğrusu toxtaldıq. Onun ekin muşini bolsa, nayt yaxşı təkrar qılımız. Va tekstni yadlamaslıqqa no excuse. Bahanemiz yox, bahane tepişqi bolmaydı. Çoxum yadlayımız, bəkşə yadlayımız. Sizlərə desəm, bir kitab yadlığanlıq, 10 kitab öyrəngəndən əla. Çönəlmə, bir kitab yadlığanlıq, 10 kitab öyrəngəndən əla. Anlığansızlar? Boldu. Bugünkü dərsimiz müşahiç olsun. Thank you for watching. See ya.